Otadan qizga o'tadigan noyob genlar. Qiz bolaning birinchi muhabbati uning otasi bo'ladi. Bu ilmiy tasdiqlangan. Qiz keyinchalik tanlaydigan erkak odatda otasini bir jihatidan o'xshaydi. Qizning hazilkashligi ko'p hollarga unda otasidan o'tadi. Qizning ichki kuchi otaning himoya instinktiga bog'liq bo'ladi. Ota qizni kichkinaligidan qo'llab-quvvatlasa, qiz katta bo'lganda o'ziga ishonch, dadil ayolga aylanadi. Qiz bolaning yurish usuli ham ko'pincha otanikiga o'xshaydi. Qiz bolaning ovoz ohangi ham bir qismi otadan o'tadi. Ko'pchilik buni bilmaydi. Stressga chidamlilik xususiyati ko'proq ota tomonidan o'tadi. Agar ota tinch, xotirjam bo'lsa, qiz ham boshida tinch, oqilona yondashadigan bo'ladi. Qiz bolaning fikrlash usuli yarmi otadan, yarmi onadan bo'ladi. Lekin tez qaror qabul qilishi, hayotga real qarashi, mas'uliyat kabi hissiyotlar odatda otadan o'tadi. Sizga otangizning qaysi xislatlari o'tgan? Kommentariyalarda yozib qoldiring.